Dada, çöçek anlayma. Mən çöçek etibə. Boludu balam, boludu. Mən sanaçı hazırlam dilalet çöçeklerini koyup beray ya. Assalamu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun qaysi hikoyani anladinglarmi? To'xtanglar, men o'ylab baqay. Bugun sizlarga qaysi hikoyani aytib bersam bo'lar? Topdim. Men bugun sizlarga Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalaridan Hingongchish degan hikoyani aytib beray. Hünərvələr şəhəridəki Sayman məhəlləsiyə yağış kesər Polatçı şəhəri tağan balı vaqılarını elib köçüb gəldi. Qolum qonşular ularni qızğın qarşı elib hol əhval sorab kirishdi. Doda, əri tağamның tüşləri nimanda qınğır-süngür həmsət? Bazğan Baturның oğlu Bolqıcan darvoza oldiga chiqqanda dadasidan so'radi. Nədəki gəpni qıldikənsən? Küçük bol degan undaq yo'qlanishlarga aralashmaydigan. Do'konga aldirab turgan Bazğan Batur o'g'lini javobsiz qoldirib mengib ketdi. Sayman mahallasidagi sho'x bolalar toza qizib o'ynayotgan bir kuni Bolqıcan Harining o'g'liga: "Sening tushlaringmi dadangning tushidek ingon tushgan-ku?" deb chaqchaq qildi. Harijon bu gapni har yilib yig'lagan peti uyga qaytib keldi. Doda, Bolqı degan monak bosh meni ingon tushtab dilladi. Amda uning bilan o'ynamayman. Rasam yerilib yog'och kesayotgan Hara o'g'lining gapini anglab ishdan to'xtadi. Qachon avval o'zing tegishgansan? Hara surkilishdan qizirib ketgan yuzini chapinning beshi bilan yalpib turib so'radi. Yo'q, bolalar bilan o'ynayapsam ingon tushning bo'lisi deb mazoq qildi. Bo'ldi, hech gap yo'q. Bu bizning ortiqchiligimiz. Biroq sen uni monak bosh deyman, ha? dedi Hara o'g'liga qarab. Boshqalarga laqam qo'yish nachar odat. Doda, tishlarimni tortqizib qaytadan mojonda soldiribdi. Harijon michildab yig'lab turib dadasiga yelindi. Xo'qami shulimining tishimni so'ngliq qiladi-ku. Hara o'g'lining gapini anglab qaqaqlab kulib ketdi. Bu chaqda Harijonga dadasining tishlari teqimusat ko'rinib ketdi. Uni musqilib shu an ko'zni yumib oldi. Bizni beqiyotqini mushu qing'ir qiyshiq tishimiz bolam. Hara kulgidan to'xtab yirik alqini bilan o'g'lining beshini silig'a so'zladi. Biz ota-bovimizdan tortib mushundoq yingongchish. Bu hargizmi bizning aybimiz emas, balki ortiqchiligimizdir. Yo'q, menga bundoq tishlarning keragi yo'q. Harijon bo'yin to'lg'ab ta'tirlik qilib turib oldi. Shu asnoda darvoza taraqlab ochilib, Bazğan Batur gurus dastlab kirib keldi. Harijon uni ko'rib shu an do'msib ta'tir qarab oldi. Harijonga nima bo'lgan? Xafa ko'rindi-ku. Kelsizlar Bazğan Batur, qani uyga marhamat qilsizlar. Hara Bazğan Batur bilan qizg'in salomlashib ko'rishdi. Ay Harijon, bu yoqqa qara. Bazğan tog'angga salom ber. Bo'ldi, avar bo'lmasa oldirab turaman. Bazğan Batur taladagi supidala o'ltirdi. Sizlar mahallamizga ko'chib kelgandan buyon ish besib biror piyola choyga yetolmadik. Sat bo'ldi. Oqshomliqi bolalarni elib bizninkida biror yerimdan o'ltirib ketaylar deb taklif qilib kirdim. Harijon, senmi qolmay kirginjimi? Xo'shamsa, men qaytay. Bazğan Batur gapini tugitibla o'rnidan turib darvoza tarafga qarab mondi. Yo'q, men bo'lmayman. Harijon yugurib uyga kirib ketdi. Bazğan Batur Harijonning gapini anglab ajablanib kayniga burilib, o'zini uzitib chiqayotgan Hariga qaradi. Bizning bu nozik silning o'g'illari Bolqıcan bilan sal qizirishib qopdi. Hech qisi yo'q. Oqshomliq o'zim boshlab kirib aplashtirib qo'yman. Yo'q, bo'lmayman dedim, bo'lmayman. Harijon ochiq derazadan sirtqa qarab vaqirdi. Hay, adabsizlik qilma. Hara ochiqdan o'g'liga qattiq alaydi. Nemish qo'mini hingon tushtab tillaydi. Asta, mau balini, xapsini, mehmon ketgan adibingni bermisam. Hara o'g'liga qarab qo'lini shiltidi. Bo'ldi, ochiqlar g'oyibasizlar. Kim uni hingon tushtab tillabdi? Bazğan Batur savol nazar bilan Hariga yuzlandi. Ha, hech ish emas. Anchikimli bir gap. O'yin orasida silning o'g'illari uningga sal palchoq chaqib qo'yibdi. Shuni eg'irilib qaytib kelibdi. Kerak yo'q.
bola degan atdigin o'risi oqshimi yana do'stlashib qoldi emasmi? Nima? Bizning o beg'araz Harjonni ingon tishlab tillabdimi? Xap, qaytib berib tanavini tatmasam. Bozg'an Batur g'azabdan yerilgudek bo'lib, guz qadam tashlab darvozaga qarab mangdi. Ochiqlar g'oyib asla qo'shnab. Hara yugurib berib uning oldini to'sdi. Bo'lqijon kichik emasmi? Tishimizning nima uchun ingon bo'lganligini bilgan bo'lsa, hargiz undaq deb mazoq qilmagan bo'ladi. Bozg'an Batur bu gapni anglab, darhol ochiqdan yandi. Rost, ayib o'zimdikan. Sizlar yangidan ko'chib kelganda Bo'lqijon mendan silning tishlari haqida so'raganda qilib edi. Anchalar e'tibor qilmabdiman. Mana bugun bir muncha ko'ngilsizlik paydo bo'ldi. O'g'lim o'rnida sizga noma'qulman. Bozg'an Batur hijr bo'lgan holda Haridan afu so'radi. Oqshomliq silninkiga borganda ballarga o'ptaroq tushuntirib qo'ysaqli bo'ldi. Silning mijozlari chustroq. Qaytqanda Bo'lqijonning tiliga azor berib qo'ymizlar-jimi qo'shnam? Ma'qul, xotirjam bo'lsizlar. Amisi vaqtida berishalloh, ha? Harijon qapqanmisin. Bozg'an Batur muloyimlik bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Kashli xizodan keyin Hara sincha ishga shamo bilan tishlarini qo'chilab o'ltirib Bo'lqijondan. Qarg'ina, tishlarim satmikan, chiroyliqmikan? deb so'radi. Sho'x Bo'lqijon dadasiga lappida bir qarab qo'yib, "Satgan" deb javob berdi. Buni anglab Harjon Bo'lqijonga qattiq bir ho'maydi-da, o'rnidan turib ketishga tamshildi. Dadasi mo'risidan tutib o'ltirg'izib qo'ydi. O'g'lim, har tog'ongning tishlarining bundoq o'ng-so'lga qing'iyib turishining ilmiy asosi bor. Gapingga qaraganda bu ularning ayb emaskanda. Bozg'an Batur amdilik gap boshlashiga Bo'lqijon aldirab gap qistirdi. Shundoq. Bozg'an Batur o'g'lini qishig'i tortib, uning chassiz baqirib turgan yop-yumaloq beshini qadaqlashib ketgan olqin bilan silab turib, muloyimlik bilan so'zladi. O'tganda mendan bu haqda so'rab edim. Bugun har tog'ong o'zi tushuntirib qo'ysin-jimi? Bozg'an Batur gapini tamomlab Hariga qiynamiz so'zlab berang deganda qilib qarab qo'ydi. Ma'qul amisa. Harjon, sen obdaroq anglig'ina. Buningdan keyin boshqalarni yingon tish desa, ochiqon kelmaydigan bo'ladi. Hara choydan bir o'tlab qo'yib gapini oldirmay davomlashtirdi. Bizning ot kasbimiz yog'och harlash. Agar tishlarimiz o'ng-so'lga qayirib qo'yilmasa, harlangan yog'ochdagi har yo'li qilinligimiz bilan birdek bo'lib qoldi-da. Tishlarimiz bilan harlanayotgan yog'ochning orliqida bo'shliq qolmay, ravon harakatlanmay qolamiz. Hamda tishlarimiz qizib ketib, oson so'nib ketadi. Endi tushundim. Agar tishlaringiz o'ng va so'lga qayrilib qo'yganda, har yuzi bir qadar keng bo'lib, sirkilish kuchi ojizlab kuchni tejab qolg'ili, hamda tishlaringizning umrini uzatqili bo'ladi. Shundaqmi, Hari tog'a? Ha, shundoq. Yaraysan Bo'lqijon. Hara uning javobidan to'liq qanoat hosil qilib kulimsiradi. Bu doram Hari tog'ning porqirab turgan o'tkir tishlari Bo'lqijonga ajoyib mazmut va chiroyli bilinib ketdi. Tog'am meni kechiring. Do'stim Harijon xafa bo'lma. Endi seni ikkinchi yingon tish demayman. dedi Bo'lqijon Harijonning mo'risiga gira silib. Harijon uning mo'risiga qo'lni otdi va Bo'lqijonga kulimsirab qarab qo'ydi. O'maqlarim, biz bu hikoyadan Bo'lqijon bilan birlikda Hari tog'ning tishlarining nima sababdan qing'ir-sing'ir hamsat bo'lganligini bilib oldik-a? Biz bu hikoyadan o'rganib olgan bilimimizni atrofimizdagilarga, do'stlarimizga, ota-onamizga so'zlab beraylik-jimi? Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun boldir uxlanglar. Atimish vaqtda Dilola Unidar salonida ko'rishaylik. Tatli tushlar sizlarga amra bo'lsin.